ma'lumotlarni asoslab bergandan keyin hozir mana o'sha zavodni O'zbekistondagi rasmiy distribyutor 10 yildan oshadi ular ishlatganiga. Ya'ni raqam ustida agar ishlanadigan bo'lsa, tadqiqotlar bilan bozor chuqurligini, kengligini biladigan bo'lsangiz, maza qilib suzasizda. Esingizda bo'lsa, o'sha dengizga chiqayotgan paytimizda ham aytdi falon joyda akula bo'lish ehtimoli bor dedi. U yoqqa bormaymiz dedi. Bu tarafga boramiz dedi. Demak, o'sha paytda agar borib dayvingga tushadigan bo'lsangiz, akula bo'lish ehtimoli bo'lsa tusharmidingiz? Tushmasdingiz. Endi oldin o'ylamasdan kalla tashlagansiz dengizga, nimaga desa, u dengizda akula yo'q. O'sha uchun ishonchingiz komil tashlaysiz. Lekin kimdir akula bor deb qo'ysa, nima desa ham tushmaysizda shu suvga. Shunaqa narsa. Endi bizda evolyutsiyada istalgan produkt bozor tortadigan bir paytda hamma biznes qilishni boshlagan. Kerak paytda kerak joyda bo'lib qolgan, biznesi uchgan. Uni mahsuloti zo'r bo'lgani uchun emas, prosta vaqtida o'sha taklif berganligi uchun. Uni duxi bor edi, pulini tikdi, shuni hisobiga biznes o'xshadi, bozor o'zi tortib ketdi.